Yo'q, aka. Bu haftaga bor. Endi keyingi haftaga xudo xolasa 50 ta qazi yoza olyapsizmi aka? 50 ta qazi. Ha. 50 kilo qo'y go'shtidan 50 kilo mol go'shtidan aka. Bo'ldi aka. Kutaman, xo'p. Xo'p. Kelib qoldingmi? Ha, kelib qoldim. Keyingi haftaga 50 ta qazi, 50 kilo qo'y go'shti. Yana 50 kilo mol go'shti aytib qo'ydim. Agar meni vaqtim bo'lmasa olishni esdan chiqazmasdan, qaritgancha o'tgan haftadagi 15 kilo go'sht puli nima bo'ldi? Ular ehsonga chiqib ketgan. Ehsonga. Yaxshiga. Bu yog'chi? Yog'i men o'lishimdan xavotir olmang. Assalomu alaykum. Ha, keling aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling aka. Qolmaylar yigitlar. 2 kilo go'sht kerak edi. Uydagilarga bir chiroyli qilib osh qilib bermoqchi edim. Bo'ldi aka, qanaqa joyda? Chiroyli qilib o'zingiz bilgandek kesib beraverasiz. Aka 280 minglik bo'libdi, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi, yaxshi. Mana aka. Bozoringlar bersin. Sog' bo'ling, kelib turing Mayli. aka. To'xta aka. Menmi? Ha, sizga. Ha, tinchlikmi ukam? Go'shingizni berib tursangiz akajon. Mana aka, biz hozircha xato olyapti. Mayli, chiqsa bo'lib turadi. Sog' bo'ling aka, kelib turing. Do'stim, mana shu urayotgan tarozingdan bir parchadan yig'ilsa qancha bo'ladi? Bu dunyodagi haqqimizni ham tepadagi yozadi. Boshqalarning haqqini yemaylik. Qaytish og'ir. Ancha og'ir.